Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olurchi, keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydagan suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi. O'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan qilib. Bunga qarash kerak-ku. Men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga.